Ey hayotning guli bo'lgan ayol. Shuni bilginki, erlar bilan go'zal turmush qurish uchun xotinlar tövəndəki ikki turlik narsani e'tiborga olishi lozim. Birinchi, erlarning mijozini va xulqini yaxshi bilish va buning uchun ko'p qatim sinab olib berish kerak. Keyin shuni muvofiq ish tutish lozim. Ya'ni erlar qandoq narsadan xushallanadi va qandoq narsalardan ko'ngli qoladi va yoki qandoq ishlarni yoqtirmaydi, qandoq ishlardan ko'ngli yerim bo'ladi qatorliqlar. Xotinlar har vaqt mushu usulda erlarning mijozini aniq bilib, ular yaxshi ko'rgan narsalarni qilish va yoqtirmagan ishlarni qilmaslik lozim. Ikkinchi, erlarga itoatmand xotinlar haqidagi yaxshi xabarlarni, itoatsiz xotinlar haqidagi yomon xabarlarni bilish lozim.